Hammaga salom. Sizlar bilan noun ot so'z turkumini o'rganishda davom ettiramiz. Bugungi qoidalarimiz countable, uncountable qoidalar ekan. Countable bu sanaladigan degani, uncountable sanalmaydigan. O'tgan darslarimizda otlarni birlikdan ko'plikka o'zgartirishni ko'rgandik. Bu darsimizda endi shu ayrim otlarni birlikdan ko'plikka o'zgartirib bo'lmaydi, sababi ular sanalmaydi. Sanalmaydigan otlarni esa ko'plikka o'zgartirib bo'lmaydi. Shular bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, misol uchun sanaladigan otlarga qaysilar kiradi? Mana bu misolimizda a cat, ya'ni mushuk. Buni biz sanab bilamiz. Mushuklar deb 5 ta mushuk, 10 ta mushuk deb aytib bilamiz. Misol uchun a cat, one cat, two cats, 10 cats, many cats deyishimiz mumkin. Yoki an apple, one apple, 5 apples, many apples desak bo'ladi, sababi bu so'zlar sanaladigan so'zlar hisoblanadi. Lekin keling water degan so'zni olaylik. Suv. Suvni biz donalab sanay olmaymiz. Masalan, one water, many waters, two waters, 10 waters deya olmaymiz. Chunki suv sanalmaydi. Suvni sanab bo'lmaydi. Bu shunchaki suv. Yoki havo, mana air. An air, two airs yoki 10 airs deyishimiz xato bo'ladi. Chunki havo sanalmaydi. Xo'p, keling sanalmaydigan otlarga yana qanday so'zlar kiradi, shuni ko'rib chiqamiz. Sanalmaydigan otlarni aniqlash qiyin emas. Bir nechta turlarga bo'lib aniqlasak bo'ladi. Misol uchun, sanalmaydigan otlar suyuqlik bo'lishi mumkin. Ya'ni liquids. Liquid degani suyuqlik. Water, suv, juice, sharbat, milk, sut, tea, choy. Mana bularni biz donalab sanay olmaymiz. Yoki powders, ya'ni kukun ko'rinishda bo'lishi mumkin. Sugar, flour, rice, sand. Bu so'zlarni biz sanay olmaymiz. Misol uchun, to'g'ri guruchni donalab olishimiz mumkin, lekin hech qachon hech qayerda biz 5 ta guruch yo 10 ta guruch deb sanamaymiz. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Materials bo'lishi mumkin, ya'ni materiallar. Misol uchun wood, ya'ni yog'och, plastic, metal, paper, bu so'zlar ham ingliz tilida sanalmaydigan so'zlarga kiradi. Food, ovqatlar, oziq-ovqatlar ham ingliz tilida sanalmaydigan otlarga kiradi. Misol uchun fruit, meva. To'g'ri, mevalar deb bilamiz, lekin baribir ingliz tilida fruit so'zi sanalmaydi. Meat, go'sht, cheese, pishloq, bread, non. To'g'ri, nonni 5 ta non, 10 ta non deb sanashimiz mumkin. O'zbek tilida bu to'g'ri, lekin ingliz tilida bread sanalmaydi. Abstrakt g'oyalar, bular ham sanalmaydigan otlarga kiradi. Misol uchun time, vaqt sanalmaydi. Information, ma'lumot. Love, beauty kabi so'zlar sanalmaydigan otlarga kiradi. Quyidagi ro'yxatda yana bir nechta sanalmaydigan otlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Pauzaga qo'yib ko'rib chiqing, marhamat. Bu so'zlar ham sanalmaydigan otlarga kiradi. Xo'p, o'ylashingiz mumkin, sanalmaydigan ot bo'lsa ham, lekin biz uni qandaydir qilib o'lchashimiz kerak-ku. Masalan, suv yoki guruch yoki shakar, mana shu otlarni qandaydir qilib o'lchab olishimiz kerak. Buning uchun ingliz tilida maxsus struktura bor. Sanalmaydigan otlarni o'lchash quyidagicha bo'ladi. Misol uchun, suyuqliklarni biz litrlab yoki stakanda yoki butilkada yoki baklashkada o'lchashimiz mumkin. Misol uchun, I have 2 liters of milk degan gapda milk so'zi sanalmaydi, lekin uni oldidan ishlatilgan mana bu 2 liters of degan so'z birikmasi milkni o'lchashda yordam beryapti. Mana shu so'z bilan biz sanalmaydigan otni o'lchashimiz mumkin. Keyingi misol. I have a glass of water. A glass of water da mana water sanalmaydi, lekin a glass of, mana bu glass so'zini biz ko'plikka o'zgartirsak bo'ladi. Mana shu miqdor ko'rsatadigan so'zini biz birlikda, ko'plikda ifodalashimiz mumkin. A bottle of water desak bo'ladi. Bir baklashka suv. 10 bottles of water. 10 ta baklashka suv desak bo'ladi. Cups of coffee desak bo'ladi. Cups, ya'ni chashka. Kukunsimon otlarni sanashimiz uchun biz kilogram so'zini ishlatamiz. Misol uchun, I have 1 kilogram of sugar.
2 kilograms of sugar degan gapimizda mana bu kilogram so'zini biz xohlasak birlikda, xohlasak ko'plikda ifodalashimiz mumkin. Lekin qoidamiz baribir sugar so'zi sanalmaydigan so'z hisoblanadi. Shuning uchun sugarga ko'plik qo'shimchasi, ya'ni s qo'shimchasi qo'shilmaydi. Materials and food, ya'ni materiallar va ovqatlarni o'lchash qanday bo'ladi? Misol uchun, I need a piece of paper. Menga bir bo'lak qog'oz kerak. Mana piece of paper degan so'zda piece so'zi bo'lak degan ma'noni bildiradi. Bir bo'lak varoq nazarda tutilyapti. Yoki I ate a piece of bread. Boya aytdik, bread so'zi sanalmaydi, ya'ni non inglizda sanalmaydi. Lekin oldidan piece so'zini qo'yib biz nonni miqdorini sanashimiz mumkin. Xo'p, demak, sanalmaydigan otlarni biz miqdor ko'rsatgich so'zi bilan o'lchashimiz, sanashimiz mumkin ekan. Buning uchun sanalmaydigan otni oldidan mana bunday struktura ishlatishimiz kerak. Faqat bunda e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan narsa, sanalmaydigan otni o'ziga mos keladigan miqdor ko'rsatgich so'zi bo'lishi kerak. Misol uchun bu gapda, mana bu misolda water so'zi bu suv, suyuqlik, suyuqlikni nimalar bilan o'lchashimiz mumkin? Ya'ni stakan bilan o'lchashimiz mumkin, litr bilan yoki baklashka bilan, chelak bilan o'lchashimiz mumkin. Kukunsimon sanalmaydigan otlarni bo'lsa kilolab yoki qanaqadir bir idishda o'lchashimiz mumkin. Lekin mana bu glass, liter, drop, bottle'larni ko'plikka o'zgartirib bilamiz. Misol uchun mana bunday gaplarni. 2 glasses of water, 2 liters of water, 10 drops. Masalan, 10 tomchi suv. Yoki 3 bottles, 3 baklashka suv, 5 buckets of water, 5 chelak suv. Mana shunday gaplarda biz miqdor ko'rsatgich so'zni ishlata olamiz. Ana endi ingliz tilida shunday so'zlar bor, ular ham sanaladigan, ham sanalmaydigan bo'lib ifodalanishi mumkin. Qanday bo'lishi mumkin bu? Misol uchun, mana bu gapga e'tibor qiling. There are 3 chickens in the garden. Bog'da 3 ta jo'jalar bor. Mana bu yerda chickens ga s qo'shilyapti, chunki chicken sanaladigan ot, ya'ni jo'jalar. Jo'jalar deb sanab bilamiz. Lekin bu gapda we had chicken for lunch. E'tibor qiling, chicken so'ziga s qo'shilgani yo'q, oldidan ham artikel ishlatilgani yo'q. Bu gapda ma'nosi biz tushlikka jo'ja yedik. Endi jo'ja tirik jonivor emas, bu yegulikka aylandi. Ingliz tilida ovqatlar sanalmaydi. Keyingi misol. He brought 2 cakes for the party. U bazmga 2 ta tort olib keldi. 2 ta tort. Ko'z oldingizga keltiring, 2 ta tort. 1 ta tort, 2 ta tort, 5 ta tort deb sanab bilamiz. Lekin we ate 2 pieces of cake degan gapda u 2 bo'lak tort yedi. Ya'ni mana bu yerda cake so'zi endi uncountable, ya'ni sanalmaydigan ot hisoblanadi. Chunki bu endi biz uni endi yeyilyapti. Endi u tort yeyilyapti, o'sha tortning 2 bo'lagi nazarda tutilyapti. Shunda cake so'zi sanalmaydigan otga aylanadi. Yoki let's put 10 glasses for the guests. Keling mehmonlarga 10 ta stakan qo'yamiz. Mana bu yerda glass so'zi stakan ma'nosida ishlatilyapti. Bu misolda bo'lsa, I accidentally broke the glass of the window. Mana bu misolda glass so'zi material bo'lib ishlatilyapti, ya'ni shisha. Men derazaning shishasini sindirdim. Glass so'zi material hisoblansa, bu sanalmaydigan otga kiradi. Yoki mana bu misolga qarang. I have seen Titanic many times. Men Titanic kinosini ko'p marta ko'rganman. Bu yerdagi time so'zi, e'tibor qiling, s qo'shilgan times bo'lyapti, ya'ni ma'nosi marta ma'nosida ishlatilyapti. Yoki mana bu gapda time is a valuable thing, ya'ni vaqt bu muhim narsa deyilganda time so'zi sanalmaydigan otga kiradi. Umuman time so'zi agar
vaqt ma'nosida ishlatilsa bu sanalmaydigan, marta ma'nosida ishlatilsa bu sanaladigan ot hisoblanadi. Endi qarang, time sanalmaydigan otga kirsa, ya'ni vaqt ma'nosida. Time is a valuable thing degan gapimizda vaqt ma'nosida kelyapti va u sanalmaydigan ot. Sanalmaydigan ot bo'lishiga qaramay, time'ni bildiradigan so'zlar, ya'ni vaqtni bildiradigan so'zlar, bular sanaladigan ot hisoblanadi. Misol uchun a minute, minutes, a minute degani daqiqa, minutes daqiqalar. An hour, soat, hours soatlar. A day, kun, days kunlar. A week, hafta, weeks haftalar. A month, oy, months oylar. A year, yil, years yillar. Mana bu so'zlar sanaladigan ot hisoblanadi. Bu misolda ham xuddi time kabi money so'zi ham sanalmaydi. Don't waste your money. Pulingni bekorga sarflama. Lekin moneyni bildiradigan so'zlar sanaladi. Ya'ni dollar, dollars, ruble, rubles, pound, pounds kabi so'zlar sanaladigan ot hisoblanadi. Xo'p, umid qilamanki, bu galgi darsimiz, qoidalarimiz sizlarga tushunarli bo'ldi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun like, kommentariy yozib qoldiring, fikrlaringizni izohlarda bildiring. Keyingi darslarimizni o'tkazib yubormang. Keyingi darsda yana otning ikkita muhim qoidasi, ya'ni compound noun va collective noun qoidalarini ko'rib o'tamiz.